Tasvirda chiqindilarni saralayotgan 68 yoshli otaxon. U odamlar ko'p ham e'tibor bermaydigan, ammo har birimiz uchun muhim bo'lgan ishni qilyapti. Chilonzor tumanidagi chiqindi yig'ish shoxobchalaridan birida otaxon har kuni tashlab yuboriladigan chiqindilar orasidan qayta ishlash mumkin bo'lganlarni ajratib oladi. Otaxonning aytishicha, bu yerda eng og'ir tomoni chiqindi orasida tashlab yuborilgan nonni ko'rish. Endi bir 70-80% ga boradi bu. Saralaydiganlar 70-80. Hamma ham saralamaydi. Yo'q, endi shog'i bo'ladi, boshqa bo'ladi. Oziq-ovqat aralash endi. Stolovda chiqadi, bular hammasi bu yoqqa tashlanadi. Adilni qilmaydi endi. Non azaldan xalqimiz uchun muqaddas ne'mat, rizq va barakaning ramzi. Ammo bugun iste'mol madaniyati o'zgarib, nonga bo'lgan munosabat ham asta-sekin yo'qolib borayotgandek. Chiqindi yig'ish shoxobchasiga aholi tomonidan tashlab ketilgan chiqindilar bu yerda 10 xil turga bo'linadi. Bizning e'tiborimizni mana bu non qutisi tortdi. E'tibor bering. Hatto nonlar butunligicha tashlab yuborilgan. Muskoratlarni butun nonlar bor. Narxi arzon bo'lganda ham unchalik bo'lmagan. Iloji bo'lsa o'sha miqdorini olib yeyish kerak edi. Bunaqa tashlash qatta bunaqa bo'lgan. Shog'ini yerga tushirmaganmiz u. Ko'zimizga surib. Lekin siz saralab qo'yasiz baribir. Baribir saralaymiz. 5-6 yil, 10 yil bo'lib qoldi. Bir kunda qancha non topshirasiz o'zingiz? Yarim qopcha chiqadi. Nonni asosan nonni tashlash o'zi. Qolganini nima uchun aniq qilmayman. Tushganda birinchi o'chirib mana shu nonni qarayman men. Non bo'lsa olaman, kichkina donasi bo'lsa ham. Tashalmaydi, bu narsani o'zi tashlab ham bo'lmaydi-yu. Rasmiy ma'lumotlar ham bu fikrimizni tasdiqlaydi. Chiqindilarni boshqarish va sirkulyar iqtisodiyotni rivojlantirish agentligiga ko'ra, Toshkent shahrida har kuni 3-3,5 ming tonna maishiy chiqindi yig'iladi. Uning salmoqli qismi non va oziq-ovqat mahsulotlariga to'g'ri keladi. Toshkent shahrida bir kunda 3-3,5 tonna non va oziq-ovqat mahsulotlari chiqindiga tashlanadi. Chiqindi yig'ish maydonchalarida maxsus oziq-ovqat va non mahsulotlarini tashiydigan konteynerlar qo'yilgan. Chorva bilan shug'ullanadigan oilalar kelib bemalol olib ketishlari mumkin. Olib ketishyapti endi hozirgi kunda. Ayniqsa Yangi yil bayrami arafasida non mahsulotlarining isrofi yanada ortib ketadi. Bu davrda chiqindiga tashlanayotgan oziq-ovqat mahsulotlari miqdori qariyb 2 barobarga ko'payadi, deydi Chiqindilarni boshqarish va sirkulyar iqtisodiyotni rivojlantirish agentligi Toshkent shahar boshqarmasi vakili Shamshod Buzrukxo'jayev. Bayram kunlari ko'payadi. 2 barobargacha ko'payadi, 2-3 barobargacha. Shunda 5-6 tonna bo'ladi? 5-6 tonnagacha ko'payadi. Mutaxassislar fikricha, chiqindini saralash, nonni asrash bilan bog'liq muammoni hal qilish uchun faqat texnik choralarning o'zi yetarli emas. Eng keraklisi har bir insonning ne'matga bo'lgan munosabatini o'zgartirish. Chiqindilarni saralayotgan 68 yoshli otaxon esa jimgina bir haqiqatni eslatadi. Non chiqindi emas, u qadrlanishi shart bo'lgan muqaddas ne'mat. Mo'tabar Nurmuhammedova, Farruh Ro'zmatov, Zohidjon Mamasoliyev, Toshkent.